Ey erkek. Ayrim qushtirroqchidagi erkaklar vaqtsanadi. Bu video murojaatim. Hammaga emas. Ayrim bir gandollaga ataladi qo'pol bo'lsa ham. Hech qachon unaqa qo'pol gapirmagandim. Onasini isheylasisi bunaqa gandollarni. Onayni imgirlab umid berma. Sevmaysanmi? Umid berma, aldama. Ojiza ayollarni aldaysan, uylama, kuyaman, uylanaman, boshqa qilaman, u qilaman, bu qilaman, sevaman. Qo'ytog'am qo'lingdan kelmaydi, onayni o'miga kar-kar qilasanmi, kuytuvachchilar? Boramilar, bechora ojiza ayollar. Men ham ojiza ayolman. O'zimdan kelib chiqib aytyapman. Kuytingda bermaydi, qo'ytoqqa kar-kar qilasan birinchisi, ikkinchisi. Nima qilasan va'da umid berib, qilolmaysanmi? Qo'y, shunchaki durust gapir. Yo'qmasa men shunchaki sikib yurmoqchiman seni. Tuyganimcha-de. Tuyganimga po'xima ketaman o'sha-de. Nima qilasan aldab bechorani singan o'zi bir yuragi, qalbi kuyib ketgan. Bittadan bir umid qilib yashaydigan bir ayol bo'lasanki, hayotiga kirib kelasan-da, ko'tingga tiqaverasan. Erkak deshim, yana erkakman deb karlar ko'chada yurasan, ha? Tifliman sandaqa erkaklarga men. O'sha qo'pol bo'lsa ham ana shu bo'lki ojiza ayollarni amiga teng kelmaysan. Sen qo'ytoq gandolla. Xafa bo'lish yo'q, ayrim bir qush tirnog'idagi o'zini erkakman deb yurganlarga bag'ishlanadi. Bu video murojaatim. Sog' bo'lasizlar.